Ko'p kitob o'qishingizni bilaman va o'qish uchun tavsiya qiladigan 3 ta kitob aytib bersangiz va nima uchun aynan ular? Chingiz Aytmatovning ajoyib gapi bor-da. Oshqozon miyadan aqlliroq deydi. Chunki oshqozonga zararli yoki aynigan ovqat tushadigan bo'lsa, darrov uni tashqariga chiqarib oladi. Lekin miyada bunaqa filtr yo'q. Miyaga har qanaqa ma'lumot berilsa, miya u ma'lumotni qusib tashamasdan qabul qilaveradi. Shuning uchun kitob o'qishda odam juda ehtiyotkor bo'lishi shart. Va yana bir qiziq rivoyat bor. Bir shogird aytadi ustoziga, "Ustoz, mana bu masalani javobi manaqami?" deydi. Desa, ustoz, "Yo'q, unaqa emas" deydi. Ustoz, bu masalani men kitobdan o'qidim" desa, ustoz aytadi, bolam, bu dunyoni buzgan kitob bo'ladi" deydi. Bundan xulosa qilish mumkinki, kitob degan narsa bu mutlaq haqiqat degani emas. Shuning uchun odam avvalo kitob o'qishni niyat qiladigan bo'lsa, qanaqa yo'nalishdagi kitobni qanday qilib o'qishni o'ziga hal qilish kerak. Endi birinchi navbatda men asosan aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan odam bo'lganligim uchun insonning fikrlash jarayonini tushunish hamda qanday qilib to'g'ri fikrlashni o'rganish uchun sizlarga Nobel mukofoti sovrindori Daniel Kahnemanning qalamiga mansub tez va sekin fikrlash, ya'ni Thinking Fast and Slow deb nomlangan kitobni tavsiya qilaman. Bu kitobni tavsiya qilishimdan asosiy sabab, birinchidan, bu kitobning boblari qisqa 8, 10, 12 betdan iborat va har bir bobda insonning tafakkur qilish jarayoniga bog'liq bo'lgan turli xil tushunchalar sodda va tushunarli tarzda berilgan. Shuning uchun har qanday o'zining aqliy potensialini rivojlanishini keyingi bosqichga olib chiqmoqchi bo'lgan odam bu kitobni o'qishi shart. Ikkinchi o'rinda filolog hamda tilshunos mutaxassis sifatida o'zimni sohamdan kelib chiqib turib, agar sizlarda oranglarda ham tilshunoslikni o'rganishga qiziqqanlar bo'lsa, tavsiya qilishim mumkin bo'lgan kitob bu Buyuk Britaniyalik tilshunos olim John Lyonsning Nazariy tilshunoslikka kirish deb nomlangan ilmiy asari. To'g'ri, bu kitob ommaga to'g'ri kelmaydi. Bu kitob chuqur ilmiy bo'lganligi uchun faqatgina tilshunoslik yoki filologiya sohasida faoliyat yurituvchi odamlarga mos keladi. Lekin agar siz bu kitobni o'qiydigan bo'lsangiz, tilshunoslikka oid bo'lgan barcha asosiy tushunchalar chuqur nazariy va ilmiy asosda tushuntirilgan bo'lib, sizga foydali bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib beradi. Uchinchi o'rinda sizga tavsiya qilishim mumkin bo'lgan badiiy asar bu rus yozuvchisi Nobel mukofotining sovrindori Boris Pasternakning qalamiga mansub Doktor Jivago romani. Bu romanni tavsiya qilishimdan asosiy sabab shuki, bu roman juda qiziqarli syujetlar hamda kutilmagan burilishlarga ega bo'lib, sizni juda kuchli emotsiyalarni his qilishingizga sabab bo'ladi. Qolaversa, romanda bir insonning hayoti boshidan oxirigacha tasvirlanganligi sababli undan har kim o'ziga oid bo'lgan muayyan hayotiy saboqlarni ham o'rganishi mumkin. Bu kitoblarda o'zbekchasi bormi? Doktor Jivagodiki bor. John Lyonsniki yo'q. O'ylashni chiqarishni tarjima qilib.